Assalomu alaykum. Dori so'kish apparatimizda eng asosiy e'tibor beradigan joylaringizni qisqa ko'rsatib o'taman. Mana misol uchun shlaym. Ko'pchilik masalan ko'p e'tibor bermasligi mumkin. Bu joy juda ham asosiy joyi. Shu ruchkasini oxirigacha tortganingizda buni qo'yib yubormasdan ushlab turasiz va buni taqadigan joyiga shu ko'rinishda oxirigacha taqib bo'lganingizdan keyin burchkasini qo'yib yuborganingizni ushlab qoladi. Bu yerda zazor qolmasligi kerak. Va shu bilan birgalikda ikkinchi tomonda ham shu ko'rinishda taqishingiz kerak. Hozir buni qisqacha ko'rsatib o'taman. Buni oxirigacha tortdingiz, ushlab turasiz. Qo'yib yubormagan holatda oxirigacha tiqasiz. Burada sinadigan yo boshqa hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Oxirigacha tiqib bo'lganingizdan keyin qo'yib yuborsangiz bu ushlab qoladi. Shundagina suv chiqarmaydi. Bu juda ham mustahkam qilib ishlangan. Imенно mana shu ko'rinishda oxirigacha qo'yib, oxirigacha yaxshilab cho'tka qilib tiqmasangiz, u salligidan suv qo'yib yuborishi mumkin. Va shu bilan birgalikda tok qochishi mumkin. Misol uchun u yerda aksiyani berishi mumkin. O'shani ham hisobga olgan holatda mana shunday ko'rinishda o'zini chexollarini birga komplektga qo'shilgan. Buni shu ko'rinishda taqasiz. Taqib bo'lganingizdan keyin o'zini mana e'tibor bering. 3 ta vilkasi bor. Xuddi shu ko'rinishda adashtirmasdan chiroyli qilib tiqasiz, ushlab qoladi. Xuddi shunday bu tomonda ham taqasiz. Chexolni taqasiz. Va tishlariga juda ham e'tiborli bo'ling. Tishlariga e'tibor berib keyin o'zini nasabkasini joyiga tiqishingizda e'tibor beradigan narsangiz ichidagi salnigi ikkita tomoni parallelli bitta joyga bo'lib qolishi mumkin. Bunga e'tibor berishingiz kerak. Qarang. Yashil ko'rinishda mana ko'rsatib o'taman. Salnigi bor va mana strokadan ko'rsatib qo'yibdi. Shu kamtik joylariga qaraysiz. Tiqishda mana shu ko'rinishda 45 gradusga burasiz, ushlab qoladi mana. Yechishda ham xuddi shunday. Mana. Tiqdiz, o'zi ushlab qoladi. Shu ko'rinishda. Strelkasi tepaga qarab turish kerak. Mana. Suv purkagichni 3 xil ko'rinishda sepadi nasabkasi. Buni pozitsiyasini o'zgartirish uchun ключidan foydalanasiz. O'zi ovoz beradi. Buni ishlatmayman desangiz, qo'lingiz bilan ham bursangiz bo'ladi. Faqatgina ключi bilan buni joyidan yechib olish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Mana shu ko'rinishda. Buni quvvatlagichini ishlatishingiz uchun joydan chiqarib olasiz. Kabeli komplektidagi to'kirganingizda batareykasini xuddi o'zimizda shurpaverlar, gaykaverlar, o'shani batareykasiga o'xshagan narsa juda ham qulay. Taqasiz. Zaratga qo'yasiz. Zarat to'lib bo'lgandan keyin buni ko'p qo'yish shart emas. 2-3 soatda o'sha zaratkasi to'lib bo'ladi. Masalan, buni ko'p vaqtga qo'yib qo'ysangiz, 12 soatdan oshib ketsa agar, bu ko'p uzoqqa bormasligi mumkin. Xuddi mana elektromobillardagi litий akkumulyatorlardan foydalangan, juda ham umri uzoq. Uni taqishni ko'rsataman. Mana shu ko'rinishda taqasiz. Mana. Chiqarib olishingizda pastga bosib turib, sekingina akkuratni chiqarib olasiz. Taqishni yana ko'rsataman. Taqib bo'lganingizdan keyin burab qo'yasiz. Безопасный, juda ham qulay.
baklarini geçishi, taqilishi juda ham qulay. Mana ko'rsatib o'taman, keling. Yechib olasiz. Va taqishingiz ham shu joylarga e'tibor bering. Taqishda joylashtirib bo'lganingizdan keyin Qulfini ushlasangiz oson qulflanishi. Ichidagi filtrlarni ichiga dori solishda, suv quyishda mana filtrdan foydalanasiz. Ki ichiga musorli loyiha suvlar kirmasligi kerak. Negaki bu shlangdagi, keyin bu pistolet ichidagi naychalari juda ham kichkina va buni dori sepishda, misol uchun sepayotgan joyingizga, sepayotgan o'simliklarga parlantirib beradi. Ya'ni changlantirib sepadi. O'shani hisobiga ham ekonom, dorida ekonom qilasiz, ham u yashirin joylarga ham to'lib ketib boradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.